Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, birodarlar. Ro'za ayyomlar muborak bo'lsin. 2026 3-mart oyi Qur'on hayitami yaqinlashib kelyapti. Inshaalloh Qur'on hayitlarga nasib eylasin. Mana sizlarga qalamchani ekkanimizga ko'p bo'lgani yo'q. 10 kunlar atrofi bo'ldi. Bu mana nomi yozilgan panorama. Mana panorama. Shu sortdan keyin mana bunaqangi qalamchilarimiz, mana avatar. Mana shunaqa hammasi qalamchilar ko'chat qilinadi. Ular avatar emas, boshqa so'zlar ham mana bu yerda ko'chatga tayyorlanyapti. Qalamchilarimiz mana urib beraman. Shayn muskat mana yozilgan. Shayn muskat qalamchasi. Mana shayn muskat. Bu ham avatar kishmish. Bu mana urib beraman. Pamid uchitel. Qalamchasi pamid uchitel. Mana bu ham urib beraman. Shayn muskat. Mana shunday yerdan kamroq qolgani ko'milgan, qarib 1000 talardan oshiqlar bo'lsa kerak. Piyoz va boshqa so'tlar ham tayyor bo'lib, mayliga tayyor bo'ladi. Ko'chatlar tayyor bo'lishi mana bunaqangi istaganlarda ko'chatlar tayyor bo'ladi. May oylarida, aprel-may oylarida kelib olib ketishlaringiz mumkin. Yo dastavkamiz bor, dastavka orqali olib ketishni, dastavka orqali jo'natishimiz mumkin. Bizga bog'lansalaringiz YouTube kanalimizda tepa silkasida nomer qo'yilgan. WhatsApp nomeriga bog'lanasizlar. Ob'yomga qarab biz jo'natamiz. 2 ta, 3 ta jo'natmaymiz, bitta jo'natmaymiz. Bitta jo'natsak taksi pulini o'zingiz berasizlar. Qolganlarni ob'yomda. Salomat bo'linglar, tashakkur.